Assalomu alaykum. Kunim betartib, hech narsa qilishga ulgurmayman. Kun bo'yi uyqusirab yuraman. Nima qilish kerak? Bismillah. Birinchidan siz har kuni aniq-tiniq jelezniy betonni Allohning izni bilan 100% qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni belgilab oling. Siz uchun bu bo'ladi birinchi o'rinda namoz, uyqu, ovqatlanish, ozgina bo'lsa ham jismoniy tarbiya va ishlash yoki dars qilish. Shu narsalarni 100% vaqtida qilishni boshlaganingizdan keyin boshqa foydali odatlarni ularni atrofiga qurishni boshlaysiz inshaalloh. Namoz o'qimayotgan bo'lsangiz, birodar, birinchi o'rinda shundan boshlang. Agar vaqtida o'qimayotgan bo'lsangiz, vaqtida o'qishni boshlab, hamma narsani namozni atrofiga quring. Namoz o'qimasangiz yoki qoldirib o'qisangiz, yuragingiz qotib ketish kabi, uyqungizni ham tartibga solmasangiz, birodar, miyangiz ham qotib ketadi. Samaradorligingiz tushib ketadi, hech narsa kallangizga kirmaydi, kirsa ham tez esingizdan chiqib ketadi. Men hozirgi uyqu olimlarining eng mashhurlaridan biri Matthew Walkerning Why We Sleep kitobini o'qiganimda juda ham qiziqarli teoriyaga duch keldim. U aytadiki, odamlar tabiatan uyquni 2 ga bo'lishga moyilligi kuzatiladi. Kechqurun 4 soat, obedda 4 soat emas, kechqurun 7 soat va kun o'rtasida 1 soat.